Buxoro davlat universiteti 95 yillik shonli yo'l, innovatsion ta'lim va global taraqqiyotning yangi davri. Buxoro davlat universiteti avlodlarni bilim bilan bog'lagan maskan. Bugun u innovatsion ta'lim, raqamli texnologiyalar va global hamkorlik sari dadil qadam tashlamoqda. Bu 95 yillik shonli yo'lning yangi davri. Buxoro davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor Obidjon Hafizovich Hamidov boshchiligida 2025-yil oliygoh tarixida sifat, raqamlashtirish va xalqaro e'tirof yili sifatida muhrlandi. Bu yil nafaqat raqamlar va ko'rsatkichlar, balki oliygohning 95 yillik muhtasham yubileyi bilan ham o'ziga xos ahamiyat kasb etdi. 95 yillik yubiley, tarixiy sadoqat va jahon e'tirofi. 2025-yilda Buxoro davlat universiteti o'zining 95 yillik qutlug' to'yini keng ko'lamda nishonladi. Ushbu tantanalar shunchaki yubiley emas, balki xalqaro hamkorlikning yirik namoyishiga aylandi. Dunyoning o'nlab mamlakatlaridan kelgan nufuzli olimlar, rektorlar va ekspertlar ishtirokida o'tgan xalqaro konferensiyalar Buxoro davlat universitetining jahon ilm-fan xaritasidagi o'rnini yana bir bor mustahkamladi. Ushbu tantanalar doirasida erishilgan yangi memorandumlar universitet rivoji uchun yangi ufuqlar ochdi. Ta'lim transformatsiyasi, kadrlar sifati va ilmiy salohiyat. Bugun Buxtuda 8 ta fakultet va 34 ta kafedra bazasida 19171 nafar talaba tahsil olmoqda. Universitet ta'lim tizimi mehnat bozori talablari asosida tubdan isloh qilindi. Optimallashtirish, psixologiya va qishloq xo'jaligi yo'nalishlari zamonaviy talablar asosida ixchamlashtirilib, samaradorlikka yo'naltirildi. So'nggi 3 yilda IT, sun'iy intellekt, san'at va tarjimashunoslik yo'nalishlarida 25 ta yangi mutaxassislik yo'lga qo'yildi. Professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyati 66,1% yetkazildi. Jamoaga 60 nafar yosh iste'dodlar va 10 nafarga yaqin xorijiy doimiy pedagoglar qo'shildi. Til va akkreditatsiya. 28 ta akademik guruhda darslar to'liq ingliz tilida o'tilmoqda. Germaniyaning Akvin tashkiloti tomonidan 16 ta yo'nalishning xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazilishi Buxtu diplomining jahon miqyosidagi nufuzini tasdiqladi. Buxoro davlat universiteti Smart University modeliga to'liq o'tdi. Bugun universitet hayotidagi jarayonlarning 86% raqamlashtirilgan. Sun'iy intellekt va robototexnika yo'nalishida muhim qadamlar qo'yildi. Rektorning IT bo'yicha maslahatchisi lavozimi joriy etildi. Robototexnika klasteri va zamonaviy SI laboratoriyalari tashkil etildi. Texnologik infratuzilma yangi bosqichda. 1753 ta kompyuter, 15 ta server, 7 ta binoda Face ID tizimi va butun kampus bo'ylab 109 ta Wi-Fi zonasi talabalar xizmatida. Global integratsiya va investitsiya. Buxtu xalqaro maydonda ishonchli hamkor sifatida tan olindi. Xalqaro aloqalar. Dunyoning nufuzli oliygohlaridan 78 nafar mutaxassis o'quv jarayoniga jalb qilindi. Universitet hayotiga 2,500,000 AQSh dollari miqdoridagi grant va investitsiyalar jalb etildi. Xalqaro amaliyot. 155 nafar talaba Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiya kabi davlatlarda ishlab chiqarish amaliyotini o'tadi. Buni monitoring qilish uchun amaliyot buxtu.uz platformasi muvaffaqiyatli ishga tushirildi. 2025-yil Buxoro davlat universiteti sport tarixida haqiqiy sensatsiyalar yili bo'ldi. Buxoro davlat universiteti sportchilari oliygoh bayrog'ini nafaqat mamlakatda, balki jahon arenalarida baland ko'tardi. Yilning eng yorqin g'alabalari jahon miqyosida qayd etildi. Buxoro davlat universiteti professori Sherzod Namozov 2 karra paralimpiya chempioni. Buxoro davlat universiteti magistranti Abdumalik Xalaqov esa boks bo'yicha Parij 2024 olimpiya chempioni sifatida tarixga kirdi. Medallar shodasi esa universitet sport salohiyatining yaqqol ifodasi bo'ldi. 2025-yilda xalqaro musobaqalarda 66 ta, Osiyo miqyosida 35 ta, respublika musobaqalarida esa 217 ta medal qo'lga kiritildi. Jamoaviy sport turlarida ham yuksak natijalarga erishildi. Buxoro davlat universiteti futbol jamoasi O'zbekiston chempionati 1-liga 2025 mavsumida 2-o'rinni egallab, tarixiy natija bilan Pro Liga yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Voleybol maydonlarida esa Buxoro davlat universiteti mutlaq yetakchiga aylandi.
Yigitlar jamoasi U21 O'zbekiston chempioni, qizlar jamoasi esa U20 O'zbekiston kubogi g'olibi bo'ldi. Talabalar sportidagi nufuzli musobaqalarda ham yutuqlar davom etdi. Universiada 2025 musobaqalarida Buxoro viloyati jamoasi 2-o'rinni egallab, 176 million 477 ming so'mlik mukofotga sazovor bo'ldi. Xalqaro maydonda yana bir yirik g'alaba. Kava Championship musobaqasida Buxoro davlat universiteti sportchilari 1-o'rinni qo'lga kiritdi. ELO xalqaro ingliz tili olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasining tarixiy yutug'i. Iordaniya Hoshimiylar podshohligining Amman shahrida bo'lib o'tgan xalqaro ELO olimpiadasida 58 ta oliy ta'lim muassasalarining 100 dan ortiq kuchli jamoalar ishtirok etdi. Qozog'iston Respublikasining Olmaota shahrida bo'lib o'tgan ICPC xalqaro dasturlash olimpiadasida Buxoro davlat universiteti talabalari faol ishtirok etib, faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Buxoro davlat universitetida kimyo, fizika va agrobiotexnologiya laboratoriyalari zamonaviy ta'lim va ilmiy izlanishlar markazidir. Buxoro davlat universiteti uchun eng quvonarli xushxabar. Muhtaram prezidentimiz tomonidan universitetga 3 gektar maydonda yangi zamonaviy kampus qurilishiga start berildi. Loyiha doirasida ilg'or texnologiyalar asosida zamonaviy o'quv binolari, o'quv laboratoriya xonalari, talabalar turar joylari, sport inshootlari va yashil hududlar qurilishi rejalashtirilgan. Bu kampus Buxoro davlat universiteti taraqqiyotida yangi bosqich bo'ladi. Bu g'alabalar mehnat, iroda va ma'naviy kuch samarasidir. Buxoro davlat universiteti sportda ham, ma'naviyatda ham yuksak natijalar makoni.